Yuyunayotganmidingiz? Yuyunmasam pitlesib ketmamdi. Badiningiz shuncha cho'ng tursa, yuyunganda bek avarchilik deyman. Men dindingizni o'ylab qo'yay. Xili kuyumingiz bor ekan, ha? Sizlarni boshqalar yuyib qo'ysa, bek xush yoqidi deyman. Nima qilyapsiz? Absin o'qiyapman. Agar mendan minnatdor bo'lmasangiz, qalbingizni menga bermasangiz, bu dunyodan yo'qolib ketadigan absin o'qib qo'ydim. Qo'rqdingizmi? Bunga qaraganda pishladim bekarab o'qima. Uzun nima qilyotdi? O chakarmi? Mayli bo'lmasa ular bizni yeyotdi. Kichik bolalar balkim butun badanini tushgan mag'zab qoplab ketgan g'alati mahluqni ko'rdi, o'xtab qoldi. Ularning sizdan qo'rqishini xohlamsiz? Men faqat ularga maxluq odamlarga osonlikcha yaqinlashmasligini o'rgatib qo'ydim. Maxluq odamlarning hammasi kichkinalar xuddi menga o'xshash, boshqalar tarafidan chetliklik qilg'achqa xarakter jihatda rostli maxluqlarga o'xshab qoladi. Odamlar o'zi g'alati maxluqlarni borliqqa keltirdi ekanda, lekin qalbingizning cho'nqir yerida odamlarga xos odamiylik saqlangan ekan. Bir nima demakdir? Agar siz odam deb qaralmasangiz, dunyodagi hamma odamning sizdek bo'lishini umid qilaman. Sizdek bir jodugarning mushundaq orzularining borligini o'ylamoqchiman. Endi pakiz bo'ldingiz. Qalbimdagi obrazingiz biroqda o'zgarib ketdi. Meni hozir suvga tushgan mushukdek bo'lib qoldingiz demoqchimi? Bilaman. O'skar, yuyinib bo'ldingizmi? Endi berib yemaylik topmasak. Askar o'ruqlab ketibdi. Maxfiyatikni saqlang, ha? Oy, nima degan qolsiz? Odati yarim kunda aram quruydim emasmi? Nima degan yumshoq. Qolaylikmikan? Maxfiyatga kelsak, askar. Koni kiyindi kunda meni hijr bo'lmaydi deb ketgandingiz. Mana sizmi kiyim kiymay yuribsiz-ku. Nimaga buncha achchiqlansiz? Og'zingni yum. Oy, siz yeniqi. Tunaginki ishda sizga rahmat aytaman. Bu kiyim rosa rohatgan. Hargiz siz qilmang. Agar malol ko'rmasangiz bu ko'ylakni silab boqasiz ya. Sizin bir xuma olmayman. Sizning kiyim kiygan holingizni ko'rsam bo'ldi. Yashiring. Biz oldirash. Amsa, yana kelishinglarni qarshi olaman, ha? Siz
Qorovul. Akşam ko'ngli ketdimi? Hay. Biz majburiyatimizni nihoyat yaxshi ado qildik. Shundoq bir ko'ngillik bo'ldi. Sen shundaqmi? Siz jozigarlarni qirg'il boratdingizmi? Tezroq yo'lga chiqing. Tushkunlikning belgisi-da bu. Bosh gap qiz, anglab qolasan. Bek tutgan. Askar, men otasiga qanchalik bo'lsa shunchalik aytaylik. Nim bo'ldi? Menga gap qilmanglar. Mushunchalik kichik ish qilma, shunchalik qolish ketamdi, maqsad odammish texi. Bu kichik ishmi? O'zgar. Aroq ichimni bo'shtibganmiz ham bombag'idak. To'xtab turing. Yetmamda? Undaqa emas. Bunda qimmatli narsa bilan haq to'layman desangiz, oshqinini qaytarg'il pulim yo'q. Sat bo'ldi. Menikini ilon. Qadam tashirib qo'yganlar rahmat. Pista, sen pul ishlatishni qanday o'rganding? Odat kishilar yashash jarayonidan o'rganadi-ku. Askar, Menga gap qilmanglar dedim-ku. ular nima qilyotdi? Kishining havasini baxtchilashga arziydigan bir juplak. Ular nima qilarlarini bir-biriga takkizishidi. Bu bir qoida usulmi? Siz suyishdan nima ekanligini bilmabsiz? Suyishish? Bu avvasining yuziga og'zini takkizganlikni ko'rsatamdi. O'tadib qalay, bundaq tetiqsiz gapni qilmang bo'lamdi. So'ltak, sen shundoq o'ylamaydigansan, ha? Men undaq dunyoning ishlaridan bexabar yurmayman. Tozimi, anlab turing. Suyishish degan qarshi tarafga o'zining sevgisini ifodalaydigan harakat. Alvaslar bilan hech qanday munosabati yo'q. Sevgisini ifodalash? Men O'nkirda tug'ilgan, ham shu yerda yashagan. Amdilardan tashqi dunyo bilan uchrashyapman. Kitob dengiziga cho'kib butun zehni bilan tadqiq qilgan kishilarning rangarang turmushdan xabarsiz bo'lishi nihoyat normal ish. Ko'zing yo'qmi, shunday? Aka. Boshqa bolalar ekan. Sizlarga yetish bo'lmagandi? Yaqin kelma. Hech nima bo'lmaydi. Qarag'ina, bu meni yemidi-ku. Bek og'riyotdi. Askar, uning butun tengib qo'ying. O'zingiz tansingizda bo'lmadimi? Bu degan xo'jayinning buyruqi. Siz bundaq ishqa bek usta edingiz-ku. Yarınız eğirken, sizga ishni yondiradigan dori surib qo'yay. Darhol to'yibnizdan. Endi bo'ldi. O'rningizdan turib meni bekmi? Ahramadi. Sizni Uni bundaq ishga usta degandim-ku. Ayolqi, rahmat sizga. Sizdek mehribon maqsad odam uchrag'imizdak yaxshi bo'ldi. Maqsad odamlarga bundaq osonlik ishlab ketmanglar. Rahmat. Buni sizga beray. Olmayman. Ma'qul, olay.
Meni özüm yalğız мәңгі his qılamaydigan tuyg'ularga ega qildingiz. Ben iştim qilmadim-ku. Sizga uchrab qolganim bek yaxshi bo'ldi. Bundaq gaplarni qilmasangiz qandaq deysiz? Bundaq gaplarni Boshqalarga bakli do'ston bo'lib ketmang. Bo'libmi mendak odamlarga. Bu gaplarim sizni xafa qilib qo'ydimi? Sizning gap qilish usulingizni bak bilib ketmadim. Askarlar odatda tilishibli yuriydi. Endi men bilan ko'proq mashq qilsangiz bo'ladi-ku. Bundan keyin sizga nurg'un gaplarni qilib beraman. Nima qilyapsiz? Hech nima, sevishni sinab boqay deyapman. Men sizga dedim-ku, bu degan muhabbat ifodalaydigan harakat. Shuning uchun sinab boqay deyapman. Siz zodi nima qilmoqchi? Askar yuzlaringiz qizarib ketibdi-ku. Nima qaring? Siz yo'lga chiqaylik. Osmon nima degan ko'k? So'ldak, Yeliqilot degan yerga yana qanchalik qoldi? Yana qancha uzun mangamiz? Voy, xeyli uzoq mangamiz dexe, endi 20 ming bo'ldi. Ishqala azmila qilmagan bo'lsanglar, bu kamgich berib bo'latdiq. Qaraganda bugun kechda dalada tunaydigan taqilimiz. Askar, men mo'ringizni birdam o'ltiraychu. Kallamga erishishning xiyolini qildigan odamni mo'ramda o'tirg'izamdim. Birdammi o'ltirib olay? Kallangizni olmay bo'ldi. Nolishimiz olmasak qandoq? Bo'lmaydi, askarni men yollagan, o'rgan mening o'rindiqim. Kimni o'rindiq tapatsiz, rezil jodigar. Pechinning uvoqlarini beshimga tushirib etdingiz. Sizni qanday qilib o'taman keyin? Voyjon, nima degan aldiraqsan siz? Beshimni urib nejirasangiz qanday qilaman? To'g'ri so'zlayvermay, kelib menga yordamlashing. Nima degan qolsiz? Meni sinab boqaychu. Usul elish qissi 4-modda. Shu berolsin. İcra qil, men oribas. Jaduring oqmidi-ku. Bilaman. Men sinab boqdim shu. Tak, usul elish qissini pishiq bilmaydigan o'xshamsan. Men muhabbat qissisiga usta. Men yozgan kitob u. Tutush, usul, muhabbat deb 3 qismga bo'lindi. O'rganuvchilarning xarakteriga qarab yangigan qissalarga o'xshash bo'lmaydi. Yana sigir ishlatuvchilarning qarg'ishining o'tkirligiga, o'y fikrining cho'nqirligiga munosabatlik. Tak, yaxshi narsani yeyingmi? Albatta. Amsa ko'z oldinga ochiq chuchuk beliq kavupining simasini keltirgan kallangda o'ylig'ining cho'qim intayin ochiq ham tafsiliy bo'lsin. Askarning qo'lida tayyorlangan intayin mazalik bo'lgan beliq kavupini barliqqa keltiraylik. Beliqni o'rab turgan suv to'lqinlarini his qilgan. Yengilib chiqqan beliq kavupining manzillik hidini qo'g'lashgan. Ustiga sepgan paqirab turgan tuzanchilari asta eriyotdi. Nima qilayotgan? Ağzınızı sağan tuncu dişlem göçtüki bəxt duygusunu təsəvvür qığın. Menimcə... Hazırının özü də. Usul ilişkisi 4-cü madda su verilsin. İcra qıl, mən arayım. Qılaladım. Mən g'alaba qozondim. Mən qılaladım. Askar, mən... Siznizə... Yana uruqlab ketibsiz. Sizning ko'rsatkingizdan ikkimizning nechillik umri qisqarib ketadigan bo'ldi. O'l bo'lib ketibdi, ishlatgil bo'lmag'ida. Men qilay.
Xeyli qulaylik ekan, ha? Albatta. Hop. O'zi tutgan beliq tatib qo'lamdi ekan. Ha. Uning ustiga askar qaynatgan sho'rpimi bak o'xshabdi. Bugungi bu sho'rpining o'xshaganligiga ishonchim komil. Askar bo'laman demay, oshpaz bo'ling ha bo'ldi. Mening orzuyim kelgusida bir mehmonsaroy echish. Maxsus mehmonsaroy ekanda. Lekin buning uchun boshda cho'qim inson shakliga kirishim kerak. Siz pishirgan tomoqlarni yeydigan ish bo'lsa, do'koningizga kunda boraman. Siz kunda berib oldigan ish bo'lsa, uzun o'tmayli taqilib qoldik. Askarsiz tug'ilishingizda mush holatda mirdingiz. Qandaqmi chidab kelgansiz? Nemishqa tuyuqsizlar? Siz jadugarlarga o'xshash kunlaringiz xotirjam o'tmaydi-ku deyman. Burun qishlarni unutib ketdim. Sancho. Ota-onang hozir nima ish qiladi? Ota-onam burunli o'lib ketgan. Kichik chig'imda opamni jadugar yo'qtilganlar tutib olgan. Dadam opamni qutqizman deb keyin har ikkisi meni momam beqitjon qilgan. Sen insonlardek o'shqu deyman. Yo'q, mening dadam odatga odam. Men jadugarlarni yerginishlik deydigan qarashqa nafratlanaman. Bundaq ish qiladigan bo'lish ekanligini o'ylamabdim. Nil, sizning ota-onangiz nima ish qiladi? Bilmayman. Men ularni ko'ribmi baxmagan. Ha? Yo'q, balkim ko'rgan bo'lishim mumkin. Bu nima deganingiz? Ularni o'nkirda yashaydi-ku deyman. Balkim ular bilan paranglashib baqqan bo'lishim mumkin. Bu nima ish endi? U yer boshqa joylarga o'xshamaydi. U yerda tadqiqot hammadan ustun turadi. Ota-onangizning kimligini bilmasangizmi, tadqiqotga ta'sir qilmaydi. Men u yerda ustoz ham kasbdoshlarim bilan ilm tahsil qilamiz. To'xtamay tajriba ishlaymiz. O'quvchi-kanslar o'sha. Sekrgarlik bir ilm. Biz bo'lsak o'quvchi. O'nkirda turmush masalalaridan g'am qilishning hojati yo'q. Lekin tamoqi faqat o'xshamaydi. Ajabo, siz yaxshi yemakliklarni yeyish uchun u xatarli kitobni yozib chiqqanmi? Askar sizmi sehrgarlikni ancha-muncha o'rganib qo'ysangiz bo'lg'udak. Asliga qaytish jadosini ishlatganda to'g'ri ko'tirib berishning hojati yo'q. Yo'q, lozimi yo'q. Men degan belikchon moskulliq erkak. Yumshoq turmandi. Buni qovul deyishinglar kerak. Meni sarang deb pishyapsan. Sizga deysam, agar ko'ngil qo'yib o'rgansangizlar, sehrgarlikning asosiy bilimlarini o'rganishingiz mumkin. Men sizga yordamlashaman. Undaq bo'lsa, siz bilan izchil birga bo'ladigan bahona topa olayman. Bu deganingiz men bilan mangu birga yurgan baho deganlik-ku. To'g'ri. Naq shu gap. Siz bilan birga bo'lsam, pek ko'ngillikkan. Nima bo'ldi? Bo'ldi, so'ramang. U xijil bo'lgan holatini sizga ko'rsatkishi yo'q. Nimachi gap bo'ngjiqsin? Ish qilib men jadu ishlatmayman. Mas'ul texnik. Lodid kenti kichik bo'g'ini bilan shundoq ovod. Jadugarlarni yo'qsitganlar qolmagan chog'da u yerga berib ramonlik qilaymikin deyman. Pistak, u yerga borganda meni yangoq bo'lib sotadigan yerga opamsan bo'lmaydi-jimi? Chatoq yo'q, birinchi bo'lib shu yerga olib borman. Bizning maqsadimiz sizlarning yushirilgan joyinglardan nolning kitobini tepish. Agar zaruriyati bo'lmasa, vaqtni isrof qilmanglar. Bilaman. Lekin kunduzi borsak boshqalarning dehqon tatib qo'yamiz. Mehmonsaroyda vaqtni o'tkazib kech bo'lganda boraylik. Men to'niydigan bir bo'g'ay oshiyat xizmat qiladi. Sen to'niydigan? U bo'g'ay panohjoyning oshxonasiga mas'ul. Yana dakli xalit ish bor. U mehmonsaroyning ijtimoiy ko'rsatishida shunday yaqinchilik qiladi. Ham har qatim oldinga chiqib meni qarshi oladi. U prosesimga tayinib to'nilamdikina? Qandaqmi mumkin bo'lsin?
Qaranglar, osh it shu rosa oldimga chiqibdi-ku. O tazimaz, aqrab yurgan. Siz qiziqmamsiz? Ko'cha aylansa nihoyat qiziq bo'ladi. Kishilarning o'xshamaydigan turmush usuli va fikr qilish usuli bo'ladi. Bular hayron qolarlik emasmi? Yaymichilarning satgan yemekligidek yeyishdik. Latitning yangiq bo'lgisi cho'qim ketib yiqishga arziydi. Oxirda yana yeyishning xiyolini qilib bitibsiz-ku. Bo'ldilar. Mayli qayerda bo'lsin, bolka do'konlari nihoyat baldur ishga tushadi. Nim bo'ldi? Buni pishqan bolkaning purqi degandan ko'ra. Unda qamas. Herkes unda qamas. Herkes unda qamas. To'xta. Bu nima ish? Nemishki bundoq bo'ladi? To'xta, xatarlik. Odamga ovorchilik tepib berib yurgan. Ansirashdan hojati yo'q, askar. Men sizlarni qo'g'dayman. Bu o'zining qo'g'dug'isiga deydigan gap. Bu